instrumentlar ichida premium klassga ega bo'lgan Rolo brendidagi neodatiy bo'lgan instrumentlar haqida bugun ko'rsatib o'tamiz. Yangi instrumentlarimiz yetib keldi. Bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum barchaga. Ubay Tools'ga yangi instrumentlarimiz Ubay brendidan mini kichkinagina va o'zi kichkina bo'lganiga qaramasdan katta instrumentlar ishini qilib beradigan kichkina svarkamiz chamadonda bo'ladi. Xuddi shuni Rolo brendidan bor. Bu ham chamadonda. Bu ikkalasini ko'pchilik biladi. Va bu yerda bizda Rolo brendidan yangiligimiz bor. Buni yoqib ko'ramiz. Li 9 da ham monitori bunaqa bo'lmasa kerak, ko'rishlar mumkin. Buni nimasi bilan ajratib turishini hozir ko'rsataman. Bunda svarka qilish uchun gerjaklari chiqadi massasi bilan, kempi uchun va plazma rez uchun. Ko'rib turibsizlar, komplektda plazma rezi ham bor. Buni plazma rez qilib ishlatsa ham bo'ladi. Va mana bu yerda Rolo brendidan 285 kempi svarka, buni ko'pchilik biladi. Buni ham sifati vobshe zo'r chiqqan. Va qolaversa bu yerda sifatlari a'lo darajada bo'lgan kichkinagina va katta shurupaylarimiz kelgan. Shurupaylar ko'rishlar mumkin. Sifatlari vobshe a'lo darajada, batareykalari ham zo'r chiqqan bulardi. Bioto brendidan batareykali pilamiz kelgan va bu yerda yangiliklar zo'ri kustarezimiz. Bunisi tokli. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rishlar mumkin Rolo brendidan. Bunisi esa batareykaligi. Mana bu ko'rinishda bitta batareykasi va bitta zaryadkasi chiqadi. Sifatlari vobshe zo'r chiqqan. Bu yerda esa Bioto brendidan 2 v 1 degan mana shu kustarezimiz. Buni mana bu nazatkasi bor mana. Qo'shimcha mana bu nazatkasi ham chiqadi. Buni ham batareykali ishlaydi. Ko'rishlar mumkin. Va neobishniy bo'lgan, ko'rib turibsizlar, bu yerda necha xil nasatkasi bor. Mana bu yerda ko'rsatib o'taman. Mana shu ko'rinishda. Buni ko'rib turibsizlar, kasilka qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bunisi kustarez qilib ishlatsa bo'ladi va elektropila, benzopila qilib ishlatsa ham bo'ladi. 3 ta nasatkasi bitta. Mana ko'rib turibsizlar, bunda o'tlar ursa bo'ladi, leskaligi. Bu yerda esa arrasi bor. Mana bu o'ziga qo'yib qo'yganimiz. Archalarni, devor gullarni ilsa bo'ladi, kessa bo'ladi. Mana bu yerda yelkasi ilib olish uchun juda ham qulay bo'lgan remishok ham bor komplektda. Bu yerda bo'lsa, bunisi yana bitta sherigi. Bu 2 v 1 bo'ladi. Bunda ham kustarez bilan pilasi bo'ladi. Bular tokda ishlaydi. Bu ham tokda ishlaydi. Bu yerda Bioto brendidan 3 v 1. Ichidan uzun shtatifi chiqadi. Bu yerda pilasi, qaychisi fanara chiqadi. Kimga agar shunaqangi sifatli instrumentlar kerak bo'lsa, Ubay Tools'ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xarid qilishingiz ham mumkin.